Allah'ın El-Ba'is degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlarga Ustaz Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tefsirleri dersliklerden Allah'ın El-Ba'is degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Ba'is degan isim sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da ko'plagan yerda tilga ilingan. Sure Hac 7. ayetida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Tercümesi şundaqla qiyomatning sheksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik ziminni, o'simliklarni undirish bilan terildirgandek Allohning terildiradiganligini bildirish uchundir. El-Ba'is o'lgandan keyin terildiruvchi zot demakdir. Qiyomat kuni yo'q bo'lib ketgan barliq mavjudotlarni terildiruvchi, qabrdagi barliq mavjudotlarni terildiruvchi zot demakdir. Qalblardagi saqlanib qolgan sirlarning hammasini echib o'yg'otquchi zot demakdir. Ammo yo'q bo'lib ketgan narsalarni qaytadan vujudga keltirish ma'nosida emas. İslam istilohida o'lim mavjudotlarning oxirlashish bosqichi deb hisoblamaydi. O'lim bo'lsa ruhning jasaddan judo bo'lishidir. O'lim yo'q bo'lib ketish emas, balki o'lgandan keyin kishiga qabr yo jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylanadi, yo davzax o'raklaridan bir o'rakka aylandi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Allah subhanahu ve Teala baxtli kishilar haqida Sura Al-Imron 169. oyatida shunday deydi: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Tercümesi Allah'ın yolunda şehit bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular tirik bo'lib, Allah'ın dergahidagi rizqdan bahramand qilindi. Yani cennetning ne'matlaridan atigan akşamda mangulik rizqlantirilib turdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam baxtsiz kishilarning ham terikligi haqida Bedir urushida mushriklarning kattilari o'ldirilib, jasadlari Bedirdagi quduqqa tashlangandan keyin Resulullah aleyhissalatu vesselam shu jasadlarga qarab, men Rabbim va'da qilgan g'albini dunyoda ko'rib, haqiqat ekanligini bildim. Sizlarmi ham Alloh subhanahu va taolaning kofirlarga qilgan va'dalarini ko'rib, haqiqat ekanligini bildinglarmi? deganida ashabi kiramlardan biri o'lgan bu jasadlarga nido qilyapsiz ya Rasululloh deganida Rasululloh alayhisolatu vassalam sizlar men deyotgan gapni ulardan bakrak anglag'uchi emassizlar. Lekin sizlar bilan ularning farqi hozir ular menga javob berolmaydi xolos dedi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning Al-Ba'is sifatini yaxshi tushunishimiz kerakki, buni biz ikkinchi qitim vujudga keltirish deb o'ylab qolmasligimiz kerak. Ya'ni vujudga keltirishning boshqacha bir surati bo'lib, onun keyfiyatı bizge nama'lum. Bende Allah subhanahu ve Teala'nın El-Ba'is sübtini bilgendin keyin Kur'an-ı Kerim'de
cahillikni ölüm deb hisoblaydi. Hamda ölüm hayot deb atalgan. Bende özünü cahil ölümden saqlashga harakat qilish kerak. Etrafidagi cahiliyatda o'likdek yashayotgan kishilarni uyg'otishga harakat qilish kerak. Shundala bende Allah subhanahu va taolaning al-ba'is sübtidan ulush ajratib olgan kishilar sepidan o'rin olgan bo'ladi. Etrafdagi bütün kishilarning jaholatda o'likdek yashashidan ularni qutqizgan tarixdagi zotlar payg'ambarlardir va ularga ergishib ularning hidoyatlariga mirosxo'r bo'lgan haqiqiy o'limalar mana bu sifatdan ulush ajratib olgan kishilar hisoblanadi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Haj 7-oyatida hozir o'qib o'tganimizdek tarjimasi shundaqla qiyomatning shaksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan terildirgandek Allohning terildiradiganligini bildirish uchundir. Sura Zelzele 1-oyatidan 8-oyatgacha tarjimasi إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Zemin qattiq təvirtilgəndə, zemin qoyundaki yüklerini, yani mədenlər, otlar, ölüklərini çıxarğanda, insan, yani kafir, onunğa, yani zeminğa nim boldu digəndə, bu gündə zemin özünün xəbərlərini, yani onun üstüdə işlənən yaxşı yaman işlərini məlum qılıdı. Onun məlum qılışı, Rabbinin onu şundaq qilishqa əmr qılğanlıqdındır. Bu gündə kişilər qıyğan əməllərinin nəticəsini görüş, yani nəticəsiga erişiş üçün top-top olub tarılıb gitidi. Kimi ki zərrəçilik yaxşı iş qılıdigan, onun mükafatını gördü. Kimi ki zərrəçilik yaman iş qılıdigan, onun cəzasını tartıdı. Sura Kaf 13-oyatida نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Tercümesi biz sana ulanın hikayesini rastlığı bilen eytip verimiz. Ula hakikaten Rabbiga iman etkan, biz hidayetini ziyade kıygan yigitlerdir. Sure An'am 125-ayeti فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Tercümesi Allah kimni hidayet kılmakçı bolsa onun köksünü İslam için açıdı. Yani onun kalbini imanğa kengaytip berdi. Allah kimni azdırmakçı bolsa onun köksünü şunca taraytıp itidu ki iman etiş onunğa goya osmanğa çıkıştın mı kıyın tuyludu. İman etmağanlarını Allah muşundak azaplaydı. La ilahe illallah. Sure El-İmran 169-ayetide وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. Tercümesi Allah'ın yolunda şehit bolğanlarni ölük dep guman qilmagan. Belki ular terik bolup Allah'ın dergahidagi rizqdan bahramand qilindi. Yani cennetning ne'matlaridan atigan aqshamda mangulik rizqlantirib turiladi. Sura G'ofir 46-oyatida النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. tercümesi ula etigini akşamı o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Fir'avn jamoasi azobning eng qattig'iga do'zax o'tiga kiringlar deyildi. Sura Al-Layl 19-oyatidan 21-oyatgacha وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. tercümesi onun qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Rabbining roziligi uchundir. U yani ihson qilguvchi odam Rabbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Sura Anbiya 21-oyat. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. tercümesi ula yani müşriklar zimindeki narsalarni iloh qilib oldi. Ular yani bu narsalar o'liklarni terildirelemdi. Sura Fussilat 33-oyati. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. tercümesi Allah'a yani Allah'ın tevhidiga ve taatiga davet qilgan. Yaxshi amallarni qilgan ve men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? Sura An'am 60-oyatida وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. tercümesi Allah sizlarni kechasi o'qiltidi. Kunduzdagi qilgan ishinglarni bilib turdi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otdi. Ondan Allohning dargohiga qaytisizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Allah sizlarga aytib berdi. Sura Isro 78-79-oyatlarda أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. tercümesi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kun qayrilgan vaqtdan tartib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan. Fajr namozini o'qigan. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim fajr namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongan. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbingning seni madhilindigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi haqiqatdir.
Sure Kaf 12. ayeti. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Tercümesi: Ondan iki guruh, yani Ashabul Kahf içideki qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan iki guruhdan qaysisining g'arda qanchalik uzoq turishganlarini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. Sura Tag'abun 7-oyatida زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. tercümesi: Kafirlar hergiz tirildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hergiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki, sizlar çoqum terildirilisizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Allohga osondir. Alhamdulillah, yuqorida Allah subhanahu va taolaning Al-Ba'is degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Allah subhanahu va taolaning güzel ism sifatlarining tafsirlarining davomini o'qishni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.